Azizlar, mana hozir 7 kunlik challenge nihoyasiga yetdi. Bu challenjni siz ko'rdingizmi? Va ko'rgan bo'lsangiz foyda oldingizmi? Bu haqda biz sizni izohlaringizdan bila olamiz, qilgan reaksiyalaringizdan bilamiz yoki bilmaymiz. Ko'p odamlar shunday ko'rib o'tib ketadi yoki ko'rmaydi ham. Kimdir ko'radi, to'xtaydi, xulosa chiqaradi va fikrini yozadi. Kimdir shunday reaksiya bildirib ketadi, yurakcha yoki bir narsa. Menga qizig'i shundaki, mana shu mashg'ulotlarni qaysi jabhalarda sizlarga ko'rsatib berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki ko'p odamlar tanasi bilan shug'ullanadi. Ya'ni Ibn Sino bobomizni oldiga bir odam kelgan ekanda, meni qornim og'riyapti. Abu Ali Ibn Sino davolab qo'ying debdi. Abu Ali Ibn Sino qornini tekshirib, sen nima yeganding o'zi deb so'rasalar, men qop-qora non yedim, novvoy bo'lib ishlayman. Kuygan non qolib ketmasin deb kuyib ketgan ekan, qilgan nonim o'shalarni yedim. Ana endi men qornim og'riyapti desa, Ibn Sino bobomiz seni qorningni davolash kerak emas ekan. Seni ko'zingni davolash kerak ekanki, ko'rib turib kuygan non yegan bo'lsang degan ekanlar. Endi biz ko'zimiz bu tana qismi, ya'ni bu o'tmishimizda bizni qayerdadir kechinmalarimiz, qisilganlarimiz, nimanidir noto'g'ri qaror qilish natijasida o'zimizni o'zimiz koyish yoki birovlarni ayblash, ichimizda mana shu paytda spazm bo'ladi. Yoki majbur shu ishda ishlashim kerak, majbur shu hayotda yashashim kerak, majburiy hayot o'zini maqsadi emas, o'zini qarori emas. O'zini qaroridan qayta qilgandan keyin xato bo'lavergandan keyin qaror qabul qilgisi kelmay qolar ekan odam. Va birovni qarorini kutishga qarab qo'yadi. Shuning uchun rahbarlar ko'pmi yoki xodimlar ko'pmi hayotda? Albatta hozir rahbarlar ham ko'p, lekin bitta korxonada bitta rahbar, ko'pi xodim bo'ladi, to'g'rimi? Ko'pchilik buyruq etishni. Bir voqea esimga tushib ketdi. Rossiyada bir inson bilan ko'rishib qolganimda, u yoqdan bu yoqqa xuddi bir ish qilganday bo'lib yuribdi. Aytayapman, Seryoga deyapman, "Bu nima yoqdan bu yoqqasan yuribsan?" desam, xo'jayin ko'rib qolmasligi kerak meni bunaqa qilib yurganimni. Agar bitta joyda sen bilan tursam, ish qilmagandek bo'laman. Men bir ish qilib turganday bo'lib turishim kerak, shunda menda oylik chiqadi, deyapti. Endi hozirgi bizni vaziyatimizga nazar solaylik. Ayrimlar ishxonada ishlaydi-da, ishlaganday o'zini tutishini ko'p kuzatganmiz. Kamera turibdi-da chunki, u ishlaganday. Ana shunday qilib u pensiyagacha yashaydigan, xohlamagan ishini, xohlamagan harakatlarni qilish, xohlamagan, uni qarori emas, lekin majbur yuribdi. Majbur kompyuterda oldida o'tiribdi, majbur shu ishxonada ishlayapti degan holatlar bo'lgan. Nima uchun men buni aytayapman? Kompyuterga ikkita odam qaraydi. Bittasi hacker. Uni tanlovi. U xohlasa ishlaydi, xohlamasa ishlaydi. Million yaqa-baqa qilishi mumkin. Qaysi biridir? Shu ishni bajarmasam oyligim chiqmaydi deb ko'zini nurini ketqizyapti, hattoki dam olish haqida o'ylamaydi. Dam olish qobiliyati bu kimlarga xos? O'zini hurmat qiladigan insonlarga xos. Dam olish qobiliyati o'zini eshitadigan, qalbini eshitadigan odamlarga xos. Shunday ekan, bizni o'zimizga dam bera oladigan, o'zini eshita oladigan, o'zini ustida ishlaydigan, o'ziga vaqt ajratadigan insonlarga bu mashg'ulotlar tavsiya etiladi. Bu mashg'ulotlarni sanatoriyada berishimiz ham mumkin. Bu mashg'ulotlarni chet elda borib turib Turkiyada shug'ullanish mumkin yoki Antaliyada yoki Tailandda. Bu mashg'ulotlarni O'zbekistonning o'zida, bu mashg'ulotlarni YouTube'ning o'zida bepul shunday darslarda olib shug'ullanishingiz mumkin. Mana oldingi jonli efirimizda aytdi, -7 dioptriydan -4 dioptriyaga tushiribdi, 3 dioptriy. Bu katta natija. Bu haqda hali biz chiqaramiz o'z javobini. Endi sizlarga savol. Shunaqangi challenge, shunaqangi mashg'ulotlarni
qaysi tomonga e'tibor beraylik? Tana bilan ishladik mana, ko'z. Endokrin sistema bilan shug'ullanishimiz mumkin. Gormonal fonni qanday sozlash? Asab tizimini qanday sozlash mumkinligi bilan shug'ullanish mumkin. Umurtqa pog'onasini sozlash mashqlari bor. Chunki tana bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Undan tashqari biz hissiyotlarimiz bilan shug'ullanishimiz kerak. Chunki inson o'zini ichida yoqimli holatda to'g'ri qaror qiladi, kuchli qaror qiladi va u natijalarga erishadi. Yoqimsiz holatda odam xohlamay qoladi. Ish qilgisi ham kelmaydi, hech kim bilan gaplashgisi ham kelmaydi. Uchrashuvlarga ham borgisi kelmaydi. Kayfiyati yo'q, holati yo'q. Ishxonada ham shu o'zini o'zi xuddiki sudrab borganday boradi. Yoqimsiz bo'lsa ichida. Demak, uni emotsional holati, quvonch yoki nafrati holatida bo'lsa, yo u ijobiy natijalar yoki u g'azab holatida nima qilishimiz mumkin? Yana qovun tushirishi ehtimoli katta. O'ziga ishonchi ham tushib ketadi. Mana shu mavzular ham. Chunki bizni yo'nalishimiz inson tabiatini o'rganish bilan bog'liq. Ana shuning uchun sizga bir vazifa bugundan boshlab har bir qilayotgan qaroringizni birovni ayblash emas, bu meni qarorim. Men qaror qildim mana shu ishni qilishni. Men qaror qildim ana shu inson bilan yashashni. Meni qarorim. Shu ishxonada ishlash. To'g'ri, u xato bo'lishi mumkin, lekin bu meni qarorim. To'g'ri, u noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin bu meni qarorim. Avvalo meni qarorim ekanligini hurmat qilishni o'rgansangiz, shunda siz uni o'zgartirishga va keyingi qaror qabul qilganingizda o'zingiz koyish darajasi pasayib, tanangizga ziyon yetkazishi ham kamayadi. O'zini qarorini qabul qilib, o'zini o'zi ezavergan odamda ko'pincha kasallik bo'ladi. Bu yomon odamlar emas, bular yaxshi insonlar. Yaxshi insonlar. Lekin o'zini ko'p tergaydi va farzandlarini ham ko'p tergab qo'yish ehtimoli katta bo'ladi. O'zimiz ham shu qatorda ko'p qovun tushirganmiz. Shuning uchun men mana shu ustozlarning ilmi bilan kelyapman. O'rganyapman, o'zim ustimda ishlayapman. Davom etamiz desangiz, ana shu mashg'ulotlarni, mana shu mashg'ulotlarda shug'ullanmoqchiman. Mana shu yo'nalishlarda qilmoqchiman deng. Quyidagi pastdagi описание deymiz-ku, o'sha yozuvlarda ana shu challenge'larni YouTube'larda, Telegram'larda joyi ko'rsatilgan. Undan tashqari, mana savollaringiz bo'lsa yana yozsangiz, mavzularni davom ettiramiz. Ko'rishguncha.